juda qadimda Falastin yurtining shohi Davud payg'ambar edi. U yaxshi shoh va yana Allohning elchisi ham edi. Uning kecha-yu kunduzi xayrli ishlarga mashg'ul bo'lish bilan o'tardi. Alloh unga Sulaymonni bergandi. Sulaymon Davud payg'ambarning o'g'li edi va payg'ambarning o'g'li qanday bo'lishi kerak bo'lsa, Sulaymon ham shunday edi. U juda aqlli va yetuk edi va Alloh uni sevadigan go'zal qalbi ham bor edi. Bir kuni Davud alayhissalomning huzurlariga qishloqdan 2 odam keldi. Ulardan birining qo'ylari ikkinchisining dalasiga kirgan edi. Ular mening hosilimni yedi, dedi dala egasi. Ammo menda ayb yo'q. Men qo'ylar uning tomorqasiga kirganidan bexabar edim, dedi ikkinchisi. Davud payg'ambar ularni diqqat bilan tingladi va sen qo'ylaringni unga berasan, dedi. Chunki qo'ylaring uning ekinlarini yegan. Lekin ota, deb e'tiroz bildirdi Sulaymon. Bu adolatsizlik bo'ladi. Chunki bu odamning qo'ylari dalaga kirganida bu odam bundan bexabar bo'lgan. Qo'ylarni dehqonga vaqtinchalik muddatga beraylik, ularni sog'ib, bolalariga sutini ichirsin. Ekinlari qaytadan unib chiqqandan keyin qo'ylarni qaytarib bersin. Bu fikr Davud alayhissalomga juda yoqdi. Chunki Sulaymon juda adolatli bir qarorni qilgan edi. Davud payg'ambar dunyoni tark etgandan keyin Sulaymon shoh bo'ldi. Alloh unga ham payg'ambarlik berdi va xazinasiga barokat berdi. Uning boyligi juda ham ko'payib ketdi. Sulaymon payg'ambar shubhasiz Alloh taologa ko'p shukr qiluvchi banda edi. Alloh taolo Sulaymon payg'ambarga qushlar tilini o'rgatdi. Qushlar sayrashidan ularning nima deyayotganini tushuna olardi va shamolni ham unga bo'ysundirib qo'ydi. U shamolga minib juda uzoqlarga bora olardi. Alloh taolo jinlarni ham unga xizmatkor qilib qo'ydi. Ularni har bir yumushda ishga solardi. Sulaymon payg'ambarni hamma juda yaxshi ko'rar edi. U juda adolatli, juda saxovatli, qalbi pok shoh va buyuk bir payg'ambar edi. Sulaymon payg'ambarning insonlardan, jinlardan va turli xil hayvonlardan iborat katta bir qo'shini bor edi. Bir kuni lashkarlari bilan to'g'ri Makka ga yo'l oldi. Ka'bani ziyorat qildi. U yerda ko'p ibodat qildi va qaytishda cho'lda to'xtab dam oldi. Sulaymon payg'ambarning Hudhud nomli bir qushi bor edi. Negadir u ko'rinmay qoldi. Nima uchun Hudhud ko'rinmayapti yoki u adashib qoldimi, dedi Sulaymon payg'ambar. Ko'p o'tmay Hudhud ko'rinish berdi. Sen qayerda eding? Dedi Sulaymon payg'ambar. U men siz bilmagan bir narsani bilib qoldim, dedi. Hudhud Saba degan yurtga borgandi. Sabaning Bilqis ismli malikasi bor edi. Malika Bilqis va xalqi quyoshga sig'inishar edi. Chunki ular Allohga ishonishmasdi. Vaholanki quyosh Allohning yulduzlaridan bir yulduz edi va osmonda juda ko'p yulduzlar bor edi. Quyoshga sig'inish aqlga hech to'g'ri keladimi? Iblis ularni juda qattiq aldab qo'ygan, dedi Hudhud. Ular quyoshga sig'indilar, ammo osmonlar va yerlarning Robbisi bitta. U yagona va o'xshashi yo'q Allohdir. Sulaymon payg'ambar Saba ahlini va Malika Bilqizni ogohlantirishi, ularni quyoshga sig'inishdan qaytarishi kerak edi. Chunki u ham shoh, ham payg'ambar edi. Darhol Bilqizga xat yozdi va Hudhudga buni unga yetkaz deb buyurdi. Hudhud xatni oldi, u qanotlarini yoyib Bilqiz saroyi tomon uchdi. Sulaymon payg'ambar maktubida nima yozgan edi? Bilqiz buni maktubni ochgach bilib oldi. Unda siz va sizning xalqingiz quyoshga sig'inishni hoziroq to'xtating. Yer,
osmon va quyoshning Robbisi bo'lgan Allohga iymon keltiring deyilgandi. Bilqis xatni o'qib chiqqach, qo'mondonlarni chaqirdi. Ulardan ba'zilari Sulaymonga urush e'lon qilaylik, jang qilaylik dedi. Ammo Bilqis aqlli malika edi. Urush bizni yomon ahvolga soladi, deb javob berdi u. Va qimmatbaho sovg'alar bilan Sulaymon alayhissalomga elchilarini yubordi. Elchilar uzoq yo'l yurib, Sulaymon payg'ambarning saroyiga yetib kelishdi. Ular qimmatbaho sovg'alarni, olmos, zumrad va marvaridlarni sandiqlardan olib oldiga qo'yishdi. Ammo Sulaymon payg'ambar ularning birortasiga ham boqmadi. Elchilar juda hayratda qolishdi. Axir kim bunday qimmatbaho sovg'alarga qaramasligi mumkin edi? Sulaymon payg'ambar ularga: agar siz quyoshga sig'inishni to'xtatmasangiz, quyosh va boshqa barcha yulduzlar Robbi Allohga iymon keltirmasangiz, yurtingizga qo'shinim bilan boraman dedi. Va u sovg'alarni qabul qilmadi. Ularni elchilar bilan qaytarib yubordi. Elchilar o'z malikalari huzuriga kelganlaridan so'ng nimalar bo'lganini birin-ketin aytib berishdi. Ular Sulaymon payg'ambarning aqllarini hayratga qoldiradigan boyligi haqida gapirib berishdi va uning muhtasham saroyi va yana qudratli qo'shini, askarlari, odamlar va hayvonlardan iborat bo'lgan lashkarlari haqida aytib berishdi. Bilqis ularga aytdiki: men bularni o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Men o'zim Sulaymon bilan gaplashishim kerak. Shubhasiz u shunchaki shoh emas. Men uning kimligini bilishim kerak. Darhol tayyorgarlik ko'rildi. Saba malikasi katta bir karvon bilan yo'lga chiqdi. Bilqizning juda qimmatbaho taxti bor edi. Yo'lga chiqishdan oldin uni bir xonaga kirgizib, hech kim kira olmaydigan qilib qulflashni buyurgandi. Va u xona qat-qat qilib bir nechta eshiklar bilan mahkamlanib qulflab tashlangandi. Sulaymon payg'ambarga Bilqizning yo'lga chiqqani xabar yetdi. Malika kelishidan oldin uning taxtini kim menga keltira oladi dedi. G'ayrioddiy xususiyatlarga ega bir ifrit ismli jin men olib kelaman dedi va ko'z ochib yumguncha Bilqis taxtini Sulaymon payg'ambarning saroyiga keltirdi. Karvon yo'llarni qadamma-qadam bosib o'tib, Bilqis Sulaymon payg'ambarning muhtasham saroyiga yetib keldi. Qayerga qaramasin ko'zlari qamashar va juda hayratlanarli edi. U o'z taxtini ham shu yerda ko'rib lol bo'lib qoldi. Sulaymon payg'ambar uni shishadan yasalgan bir saroyga taklif qildi. Saroyning hamma joyi shisha edi, hatto pollar ham. Bundan tashqari uning ostidan suv oqar va ichida rang-barang baliqlar suzib yurardi. Bilqis oldin hech bunday narsani ko'rmagan edi. U libosning etagini suv bo'lmasin deb yuqori ko'tardi. Bu holat Sulaymon payg'ambarni kuldirdi. Xavotir olmang dedi. Kiyimingiz ho'l bo'lmaydi. Bu shishadan yasalgan saroy. Bilqis Sulaymon payg'ambarning shunchaki bir shoh emasligini tushundi. Chunki bu ko'rgan barcha ajib narsalarni oddiy inson qilishi mumkin emasligini bilardi. U payg'ambar bo'lsa kerak deb o'yladi Bilqis. U quyoshga sig'ingan kunlari uchun afsuslandi. Allohga iymon keltirib, unga bandaligini izhor qildi. Saba xalqi ham o'z malikasi kabi quyoshga sig'inishdan voz kechdi. Quyosh va boshqa barcha yulduzlarni yaratuvchisi yakka Allohga iymon keltirishdi. Yana ko'plab mamlakatlar Sulaymon payg'ambarning to'g'ri yo'lni ko'rsatgani sababli olovga, quyoshga, tog' va toshlarga, bulutlarga sig'inishdan voz kechib, gullar, yulduzlar,
chumolilar va go'zal ko'zli jayronlarni yaratgan yolg'iz Allohga iymon keltirishdi.